Kobe Bryant basketbol tarixidagi eng ulug' gigani cho'lponlarning biri. Men qanchalik vaqtda ondan shon sharafga erisha oladiganligimni bilmayman. Mening faqat eng qaltis basketbol tanargatchisi bo'lgim bor. Kobe Bryant Amerikaning Philadelphia shahrida tug'ilgan. Laqabi kichik uchar palvon, qora ko'zoynak gilam. NBA tarixidagi eng ulug' to'pchilarning biri. Ko'l odami komandasi bilan birga 5 qatimliq NBAning umumiy chempionligini qo'lga keltirgan. 2 qatimliq umumiy hal qilg'uch musobaqada MVP. 4 qatimliq cho'lponlar musobaqasida MVP bo'lib, jami 18 qatim NBAning cho'lponlar sepiga tanlangan. 15 qatim NBAning eng yaxshi sep shakliga tanlangan. 12 qatim NBAning eng yaxshi mudofaa sepiga tanlangan. Kobe universal hujumchi. Numar elishdagi o'tkir qurol bo'lib, bir maydon musobaqada 81 numar kirgizish rekordi bu nuqtani kuchli isbotlagan. 2016-yili 4-oyda Kobe hayotidagi eng oxirgi bir maydon Jazz komandasi bilan bo'lgan musobaqada 60 top kirgizib, sapdan chekinganlikni takrorlagan. Lekin uning bu challiq shon sharfiga solishtirganda kishilar uni butkul tantarbiya tarixida eng tirishchan, irodasi kuchli mahir deb ta'riflagan. Sonsizlagan zarba va vayron qilish xarakterlik azoblar uni yiqita olmagan. Bu haqiqiy jangchi, haqiqiy mahir. Top maydonidagi shalloq natijasidan boshqa, sodi jihatdagi Kobe'mo o'xshashdan muvaffaqiyat qozongan. Egilinishcha Kobe'ning 20 yillik kasbiy hayotidagi umumiy ish haqi 328 million Amerika dollariga yetgan bo'lib, ish haqi uzoq muddat birlashmada oldingi 3 ning o'rnida turgan. Kobe'ning savdo imperiyasida uning bilan hamkorlashgan savdo markalari McDonald's, Shobi, Turkiya aviatsiyasi, Lianshan, Guinness, Alibaba qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Bu e'lonlardan boshqa Kobe'ning mablag' solish shirkatining mablag' ko'lami 2 milliard dollardan oshib ketgan. Jumladan necha o'n fan texnika axborot vositalari va sonliq ma'lumot shirkati qatorliqlarga mablag' solgan. 2020-yili 1-oyning 26 kuni mushundoq bir ulug' amerikalik basketbol cho'lponi Kobe Bryant shu kuni yuz bergan o'zining shaxsiy tikuchar aeroplan tushib ketish voqeasida 41 yoshida qazo qilgan.